Yaponiyaning Hiroshimada o'tkazilgan G7 rahbarlari boshliqlar yig'inining 2-chi kuni oxirlashdi. Rahbarlar birlashma bayonotda Xitoy davlatining Hong Kong alohida ma'mur rayoni, Uyg'ur avtonom rayoni va Tibet avtonom rayonidagi kishilik huquq dafsandichiligiga bo'lgan andishisini bildirdi. Rahbarlar Xitoy bilan samimiy munosabat o'rnatish va bevosita Xitoyga ko'ngil bo'lishning muhimligini ta'kidlab, o'zlarining Xitoy bilan ijobiy va muqim munosabat o'rnatishni maqsad qiladiganligini va ziyon solishni xohlamaydiganligini bayon qildi. Rahbarlar yana Xitoydan Rossiyaga besim ishlatib, Ukrainadagi tajovuzchilikni to'xtatishni talab qilgan. Amerika hukumati Tashqi ishlar ministrining diniy erkinlik doklati naql keltirilib, Beyjingni 2022-yili diniy e'tiqodga qarshi bostirish harakatini kengaytib, barliq diniy faoliyatlarni Xitoy Kommunist partiyasining kontroliga olish uchun oz deganda 10 ming kishini turmaga tashlagan deb aybladi. Amerika parlamenti a'zolari Xitoyning Tibetlar va Uyg'urlarni o'z ichiga olgan diniy guruhlarga tutgan muomalasini muhim o'ringa qo'yish bilan birga, yaqinqi yillarda Uyg'ur majburiy emgakning oldini olish qonuni va Xitoy hukumat amaldorlariga qaratilgan jazo qonunlarini o'tirg'a qo'ygan. Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen o'zining davlati bilan Xitoy o'rtasida yuz berish ehtimolligi bo'lgan urushning albatta tanlash emasligini o'tirg'a qo'ydi va orolning mudofaasini kuchaytirishga va'da berdi. Tsai Ing-wen prezident mahkamasida qilgan so'zida Xitoyning tahdidini oshirayotganligi, Tayvan bo'g'ozi va rayonning tinchligi va muqimligiga tahdid solayotgandan afsuslanganligini, Xitoy bilan bo'lgan urushning albatta tanlash emasligini aytdi. Xitoyning Xi'an shahrida o'tkazilgan va 2 kun davomlashgan Xitoy O'rta Osiyo boshliqlar yig'inining yepilish xitobnomasida 6 davlatning har qaysi sohalardagi hamkorligini taraqqiy qildirishni qaror qilganligini e'lon qildi. Xitoyning Xinhua agentligi bu sohalarni iqtisod, savdo, mablag' selish va sanoat, shundaqla dehqonchilik, energiya deb tanishtirdi. Yig'inda so'z qilgan irqiy qirg'inchilik jinoyatchisi Shi Jinping Turkiy davlatlarga cho'ng yemchik tashlab, O'rta Osiyo davlatlariga jami 26 milliard yuan mablag' va yordam berishga va'da berdi. Ma'lum bo'lishicha, olma shirkati hatto texnika dunyosini bilmaydigan vaqtda boshlagan avtomatik haydash texnikasini bir Xitoy injeneri tomonidan Xitoyga oshkorlagan. 2018-yilga tutishadigan da'voda Wei Baowang ismli injener Xitoyga avtomatik haydash savdo maxfiyatligini oshkorlagan deb ayblangan. 2016-yildan 2018-yilgacha bo'lgan oraliqda olma shirkatida ishlagan Wang Pamillik ayni vaqtda hech kim bilmaydigan avtomatik haydash bo'limiga qatnashgan va faqat 2% xizmatchi ziyorat qila oladigan muhim sonliq ma'lumot omboriga erishgan. Xabar qilinishicha, Venezuelaning poytaxti Caracasning markaziga joylashgan va tarixiy simvol deb qaralgan ko'chalarning biriga Turkiya Cumhuriyati ko'chasi deb nom berilgan.